Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va meni kuzatib borayotganlar. Mana bugun Tompik saytidan bomba strategiyani tekinga o'rgataman. Buning uchun asosan like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Demak, biz unda boshladik. Sal internet siroqqa o'xshayapti. Buning uchun mana bu o'yinni tanlab olamiz, avtoni yoqamiz va ikkinchisini xo'sh 111 ga qo'yib olamiz. Mana ko'rib turibsiz, hammasi 0. Mening hisobim 0.24 bo'lib turibdi. Hozir o'zim o'ynab ko'rsataman. Bu men asosiy akkauntim emas, endi asosiy akkauntim endi ancha balandroq, uni ko'rsatish iloji yo'q. Mana o'yinni ham boshlab oldik. O'zingiz kuzatib turing. Bu taktika bomba taktika ekan. Mana o'yin boshlandi. Hozircha yaxshi ketyapmiz. Bu o'yinda yutqazish yo'q. Oddiygina strategiya, lekin shuni ham ko'plar tushunmaydi, bilmaydi. Hozircha yaxshi ketyapmiz. Endi bu strategiya ham uron ko'tarish uchun ham hisobingizni oshirib olish uchun ham yaxshi taktika. Oddiy-yu, lekin yaxshi taktika. Bizda hozir 45 ta yurish bo'ldi. Lekin minimal kam miqdor tukib ham yaxshi foyda ko'ryapmiz. Taktika juda oddiy, lekin foydasi juda katta. Taktika men tekinga o'rgatyapman. Faqat sizdan obuna bo'lib, like bosib qo'ysangiz, keyingi taktikalarimni ham o'zim videoga olib kanalimga joylab boraman. Sizdan maksimal paddishka bo'lib turib, obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ldi. Endi video cho'zilib ketmasligi uchun 100 ta yurishdan keyin to'xtataman. Ko'ramiz qancha hisobimizni oshirib olarkanmiz. Mana 100 ta yurishda topgan foydamiz. Shu yerda endi video cho'zilib ketmasligi uchun videomizga yakun yasayman. Sizlardan iltimos obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Keyingi strategiyalarimni ham chiqarib borishda davom etaman.